Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki Müslüman kardeşler. Ben ata-anam ve urug' tuqqanlarim to'g'risida guvohlik bermoqchi. Mening ismim Eminjon Muhammad, G'o'lji To'qqiztaradin. Dadamning ismi Muhammad Mahmud. Apamning ismi Xotamgul Bavudun. Biz 5 o'g'il, 1 qiz. Akamning ismi Abdul Ahad. Adamning ismi Ashigul. Keynimdeki ilimning ismi Abdusamet. Onun kichigi Abduvali. En kichigi Hazrat Ali. Biz 6 qarindosh. Men 2014-yil 6-oyda Misrga o'qishga chiqqan. O'qishga chiqib 2016-ning oxirigacha ata-onalarim bilan, qarindoshlarim bilan aloqa qilib turdim, ko'rishib turdim. 2017'den başlap hozirga qadar ular bilan aloqa qilolmadim. Ular hayotmi yo o'lib ketdimi, ular turmadimi yoki turmaning sirtida yashayaptimdi, ularningki qanday ekanligini, tan salomatligini qanday ekanligini men bilmadim. Mana bu shu tor dunyosida bu ata-onam bilan mana shu quruq tuqqanlarim bilan aloqa qilishmaganligim, mana bu Xitoyningki intayin diktatorlik bir siyaset yurgizayotganligi ve Uyg'ur Sharqi Turkiston musulmonlarga ig'ir bir zulm selayotganligininki dalili. Men mush to'g'rida guvohlik bermoqchi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.